Do'stlar o'tiribdi. Do'stlar haqida gapirsak, hamma har xil ma'noda do'st bo'ladi. Kimdir o'z manfaatlari uchun yoki qanaqadir ish yuzasidan yoki Alloh uchun do'st bo'lganlar ham bor mana shu davrda. Bir she'r o'qib bermoqchiman, ukam uchun do'st deb qabul qilganman, chunki yaxshi, yomon kunimda, borimda ham, yo'g'imda ham yonimda turadigan mana shu do'stim. Do'stim, sen bor, men xotirjam yuribman. Yonimdasan, doim beg'am turibman. Sen bilan men davron suribman. Xato qilsam, mendan yuzing burma do'st. Jigarimdek goho akam, ukamsan. Bemor bo'lma, doim menga keraksan. Yiqilsam gar, chin ko'ngildan tirgaksan. Ba'zan do'stim, xato qilsam mendan yuzing burma do'st. Turgin har dam, har vaqtda yonimda bo'l, yaxshi yomon onimda. Hamrohimsan, doim yo'g'u borimda. Xato qilsam mendan yuzing burma do'st. Ayb qilsam ayblarim yopgan do'st. Gunoh qilsam Alloh bor deb aytgan do'st. Qayda bo'lsam yoningdaman turgan do'st. Xato qilsam, xafa qilsam mendan yuzing burma do'st. Qarsaklar bo'lsin mana shu ikkalamiz. Tabriklaymiz bugungi bayramlar, xursandchilik kunlar muborak bo'lsin.